Girls, yaqinroq kelinglar. Men sizlarni poshnali tuflilar bilan paypoq kiyish haqidagi fikringlarni ozgina bo'lsa ham o'zgartirmoqchiman. Chunki boya kanalimda anonim qilganimda men kutgan javobni ko'rmadim. Judayam xafa bo'ldim, lekin mayli, birinchi ko'rganda buni albatta hamma ham cringe deb o'ylaydi. Lekin menda teskarisi bo'ldi. Men birinchi ko'rdim va reaksiyam wow. Shunaqa dedim. Judayam chiroyli dedim-da. Bu haqda men sizlarga ozgina gapirib bermoqchiman. Ya'ni o'sha poshnali tuflilar bilan paypoq kiyish haqida. Bu yillar davomida modada bo'lgan. Hozir ham, ayniqsa shu 20-asr o'rtalarida 1930-1960-yillarda Audrey Hepburn kabi timsollar bilan mashhur bo'lgan. 80-yillarda sport uslubida, 90-yillarda preppy grunge uslubida qayta tiklangan. Hozirgi kunda aytsanglar, Chanel va Miu Miu podiumlarida ko'rishingiz mumkin. Vintage jozibasini zamonaviy uslub bilan uyg'unlashtirilgan holda trendga aylangan. Hozir ham. Xo'p, gapirib beradigan bo'lsam, o'sha 1930-1960-yillarda Twiggy va Audrey Hepburn kabi uslub ikonlarda ko'rinadigan oq to'piqli paypoqlar klassik ko'rinishga ega bo'lib, ko'yni yoki yubkalar bilan kamtarona, ammo zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan. 80-yillarga kelib bu trend sport estetikasiga moslashgan. Ya'ni poshnali sport paypoqlarini ham qo'shgan. Sal g'alatiroq eshitilayotgan bo'lsa, rasmlarga qo'shganman. Ya'ni gapiradigan bo'lsam sizlarga, xo'p, 1990-yillarga kelib preppy va grunge uslublari bu ko'rinishga moslashgan. Ya'ni paypoqlar tekstura va joziba bag'ishlagan. Nimaga hozir bu modada deb o'ylasanglar? Modada emas, lekin hozirgacha bu yaxshi trendda. Chunki zamonaviy salqinlik va nostalgiya uyg'unligini ko'rsatadi. Keyin oddiy kiyimlarga rang yoki tekstura bilan kiyimlarni o'zgartiradi. Yana olib qaraydigan bo'lsak, fasllar orasidagi tafovutni bartaraf qilgan. Chunki sovuqda, ya'ni qish faslida tufli, kablok nimadirlar kiyish bu sizlar uchun cringe yoki kimlardirlar uchun bu g'alati bo'lishi mumkin, lekin shunga barham berish maqsadida bu bunaqa narsa yaxshi ishlagan. Ya'ni salqin havoda ham, haroratlarda ham poshnali tuflilarni kiyish imkonini bergan. Xursandman, sal bo'lsa ham fikringlar o'zgargan bo'lsa. Va yana mendan shunaqa qiziqarli ma'lumotlarni kutib qolinglar.